Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda ko'pchilik so'ragan temir kapotli motobloklarimiz keldi. Ko'pchilik qiziqadi, baquvvat variantidan Tiger brendi ostida ishlab chiqarilgan. Sizlarga to'liq ma'lumotini berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Toshkentda bu tomonimiz Abu Sahiydan kelish, Ipodrom bozoridan O'rikzorga ketishda avtobuslar kanechkasi bor. Avtobuslar kanechkasining orqa tomonida hovlida mana shunaqangi har xil turdagi motobloklar turadi. Do'konimiz Kentavr magazini. Ichkarida boshqa texnikalar ham bor. Xo'p, 13 ot kuchi, 15 ot kuchi motobloklarimiz keldi. Hozir benzinli, kalit akkumulyator statorli variantidan Tiger brendi ostida ishlab chiqarilgan. Qisqa tushuntiramiz. Benzin ko'rib turganlaring 13 ot kuchi, gabariti bir xil bo'ladi. 13 ni ham, 15 ni ham, 17 ni ham gabariti bir xil bo'ladi bunda, chunki faqatgina motorida farqi bo'ladi xolos. Korobka, rol uzunligi, og'irligi bir xil bo'ladi akalar. Hammasini baloni 600 ga 12 pachimnikli, ya'ni turgan joyida buriladi. Boshqa motobloklardan farqi mana. Balonlari ham katta balon, mana 600 ga 12, mana qangi 500 ga 12 emas. Mana balonlar kichkina balon, shu balonda ham rol o'ynaydi narxida. Pachimnikli 90 gradusga buriladi. Akkumulyatorlari haqiqiy Damazza akkumulyatorda, mana klimalari dumaloq bo'ladi. Ko'p joylarda katta akkumulyator deb sotiladi. Eng katta akkumulyator mana shu, haqiqiy Damaz tikolari, Matizlarga tushadigan akkumulyator. Benzin baki toza 5 litr oladi. Komplektida 5 qatordan 10 qatorli freza pichoqlari bor. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 13 ot kuchlisini narxini, hozirgi kundagi narxi 13 ot kuchligisining narxi xo'p 7 million 300 ming so'm qilib beramiz. Kalit akkumulyator statorli, 5 qatordan 10 qator pichoq, freza pichoqlari bor. 15 taligini so'raganlarga 15 talik varianti bor, 7,5 million so'm 15 taligi. 17 taligi bor 192, uni narxi 7 million 800 ming so'm. Endi arzonchiroq variantini so'raganlarga mana bu tomonda 15 ot kuchli arzonchi varianti ham bor. Xohlaganlarga farqi nimada deb aytishlaring mumkin. Ko'p videolarda farqini tushuntirib beramiz. Motor, korobka hammasi bir xil bo'ladi. Faqatgina misol uchun u kalit akkumulyator stator rollari uzun varianti. Bu eng prostoy varianti. Motori 15 ot kuchi, 190 motor, balonlari 600 emas buniki, endi 500 bo'ladi. Kichkinaroq balon qo'yiladi. Pachimniksiz burilmaydi. Roli ham kalta varianti, unga o'xshab uzun bo'lmaydi. Arzonchiroq 15 taligini so'raganlarga 15 taligimizning narxini 5 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Har xil modellari bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Boshqa motobloklarimizni ham videolarini qo'yganmiz. Kanalimizga kirib bemalol ko'rib olsalaring bo'ladi. O'sha skidkadagi original Kentavr motoblogimiz ham bor. Hali ham narxi 2 million 900 ming so'm, 3 xil rangi bor. Hammasi sifat bo'yicha eng nomeradigan motobloklar. Narxlari 2 million 900 dan qilib beramiz. Statorli kerak bo'lsa, statorli variantlari ham bor. Qo'li bo'shlar like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Like bosish tekin. Arzonchisi deysizlarmi, salarka, benzin qanaqa modellari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Donaga ham, optimga ham savdo qilamiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Narxini qimmat deb tushunganlar bo'lishi mumkin. Buni aytib o'tganimdek bekorga ko'rsatmadim. Arzonchi variantlari ham bor. Kimda kim kelsa, xohlaganlarga arzonchi, qimmatli har xil variantlari. Bu sredni variant, bundan ham qimmat variantlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Ishlatib, chotki qilib, yurg'izib tekshirib beramiz.